Nimaga sen jannat gapirib, lekin bu yomonliklardan, munkarlardan qaytarmading deydi. Misol uchun, qaysi inson qibla bu yoqda tursa, teskariga qarab duo qiladi? Kim duo qiladi? Hech kim. Alloh taolo favalli vajhaka shatral masjidil harom degan. Ay yuzingni bir namozda, duoda hammasida qiblaga qarab dedi. Ka'bani teskariga turib duo qilayotganligi qoyil qolasizmi endi? Ka'ba orqada, bu yoqqa qarab duo qilayotganligi nima deysiz? O'ziga ham duo qilmaydi. Nimalarga deb duo qilib yotasiz? Ilohim u bo'lsin, ilohim bu bo'lsin deb. Musulmonlarga omad deb duo qil. Yana ham yaxshi balo qazolardan Alloh taolo yurtni asrasin deb duo qil. Ka'baga qarab duo qil. Nimaga Ka'baga teskari qilib, fon qilib duo qilinadi? Ihrom kiyib olingan. Alloh bilib turibdi hammasini. Alloh ko'rib turibdi-ku, o'sha joyda qalban duo qilib kelsa ham biladi. Ka'baga falonchi xon sizni duo qilyapmiz. O'shani bilib qo'ying. U falonchi bildi, sindi. Agar u gap qaytarib qo'ysa, sen duo qilganman Ka'bani oldida deydi. Alloh bilib turibdi. To'g'ri bu mavzuning ichida emas, lekin aytilmasa, jamiyatimizda bu narsa shu darajada ne'matda oyoq osti qilib yurilyaptiki, bu ishoning trendga aylanib ketdi umraga ketish. Nauzubillah min zalik. Alloh buni xohlamayapti bandalardan. Alloh bandalardan xokisorlikni xohlagani uchun bir xil kiyim kiyib bor deyapti. Ajratin bir-biringdan. Alloh xokisorlikni xohlagani uchun tavof qilasan deyapti. Alloh bandalardan xokisorlikni xohlagani uchun bitta jinoyat qilsang qurbonlik qilasan hatto o'sha joyda deyapti.